qozon quruq. Ovqat qilinmagan. Bu kelinlarga o'rgataverib o'zimda hech narsa qolmadi-ya. Oyjon, mayli, yaxshi o'tiring, men ishga ketdim. Ertalab turib ovqat solib qo'ying demaganmidim? Oyjon, ishdan kelganimdan keyin qilaman. Nima, men kechgacha och o'tiramanmi? Yo'q, unaqa emas. Uxlab qolibman-da, Oyjon. Ertaroq uxlasangiz, ertaroq turardingiz. Men sizga 1000 marta aytaman, ertalab turib ovqat solib qo'yib, keyin ishga keting deyman. Mayli, Oyjon, boshqa qaytarilmaydi. Faqat hozir ishga boraylik. Yo'q. Voy, Bitta ovqat solasiz, keyin ishga ketasiz. Nima, meni gapim bir tiyinmi siz uchun? yo'q, unaqa emas. Bitta ovqat solasiz, keyin ketasiz. Menga ishingiz bahona qilmang. Men ham ishlaganman. Uy ishlarini do'ndirib qo'yganman. Ham davlat ishida ishlab, ham uy ishlarini qoyillatib qo'yganman. Hammasini vaqti-vaqtida qilganman. Unaqa emas, Oyjon. Hozir ishga bormasam bo'lmaydi-da. Indamasam ovsiningiz ikkalangiz boshimga chiqib oldinglar. Hozir qozonga ovqat tashab, keyin ishga ketasiz. Voy, Oyjon, kech qolaman-ku. Men bilmayman. Ertaroq turganingizda kech qolmasingiz.